Bugun biz Peterburgga kelganmiz. Masafi konsul agentствосының taklifi bo'yicha ochiq dars, universitetda ochiq dars bo'lyapti. Kirdik. Har bir fakultetda o'zini spetsialistlariga o'z savollarimiz berdik. Ishonchli, o'zimizni Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bemalol o'qishga kirsanglar bo'ladi. Undan tashqari tamojilar bor ekan. Tamojilarga kirganlarda bu yerda o'qishdan tashqari hatto RVP olishinglar ham mumkin ekan. Более подробный informatsiyani inshaalloh yaqinda YouTube kanalimizda katta video chiqadi. Katta videoda har bir fakultetga berilgan savollarni ko'rsanglar bo'ladi va pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Masafi konsul agentствосini telefon qilinglar, qanaqa dokument kerak, nima, qanaqa условияlarda o'qishga kirsanglar bo'ladi. Shularni более подробно telefon orqali bilib olsanglar bo'ladi. Rossiyaning juda ko'p shahridan o'qishga kirsanglar bo'ladi. Onlayn va offlayn tarzda o'qishlar o'tadi. Pastdagi telefon nomerlariga telefon qilib, hurmatli nomdamiz desanglar, sizlar 10 minglik voucher egasi bo'lasizlar. 50 ta 10 minglik voucher berilgan bizning obunachilarga. Tezroq shoshilib telefon qilinglar. Bu videoda bo'lsa, o'qishga kirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga, qizlar va bolalar farqi yo'q. Jo'natib qo'yinglar, saqlantirib qo'yinglar. Bizning nomimizdan aytish esingizdan chiqmasin.